Assalomu alaykum jamoat ahli, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hammalaringizga uzoq umr, sog' salomatlik, kunlaringiz xayrli bo'lsin. Bugun juma ayyom kunlarda turibmiz. Duo ijobat bo'ladigan kunlar nasib etsa hammamiz duoda bo'laylik. Mana Faxriddin oshnamiz ham bugun mana reanimatsiyadan chiqdi. Xudoga shukr. Endi bugun osta gapirish kerak. Faxriddin boy, nasib bo'lsa men bilan birga ketasiz, to'g'rimi? Hammaga mana kattadan katta salom. Xudoga shukr, natijamiz yaxshi. Xo'p, nima deyik boshqa? Biz ham endi uyga qarab yo'l olyapmiz. Endi ahli guruhdoshlar, sizlarga mana mingdan ming rahmat yana bir bor. Mana mollalarimizga, qorilarimizga, haj bolalarimiz mana duoda bo'lib turdiki, mana shu men o'ylaymanki, shu elimizning duosi orqali mana shuncha natijaga kelib qoldik. Inshaalloh bu yog'ida nasib etsa oyog'ida yurib ketishiga biz ham tilakdoshmiz. Inshaalloh nasib bo'lsa Faxriddin boy inshaalloh yurib ketadi. Qochishda burun qilib ketamiz. Nasib etsa endi 1-2 kun shu yerda turadi. Xo'p, endi biz bo'lsa mana bog'im bilan uyga qaytamiz. Bu agar bilan rahmat sizlarga, ehsonxonlar hammalari Xudo o'zlari xalqon bo'lsin, nasib etsin veram. Sog' salomat ulg'ayib xizmatlarimizni qilib yursin. Rahmat men jamoatimizga, ahli oilamizga hammalaringiz sog'lik, omonlik bo'lsin. Rahmat. Yashang, rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hammaga kattadan katta rahmat.